Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biznesga kirish fanidan keyingi navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Ya'ni 3-ma'ruzamiz bu biznesning asosiy funksiyalar, vazifalari mavzusi bo'yicha. Demak, ushbu mavzuni quyidagi reja asosida olib boramiz. Birinchi rejamiz ishlab chiqarish funksiyasi, marketing funksiyasi, moliyaviy funksiya va boshqaruv, nazorat funksiyalari rejalari bo'yicha ko'rib o'tamiz. Biznesning asosiy funksiyalari bu ishlab chiqarish funksiyasi, mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish orqali jamiyat ehtiyojlarini qondirish. Taqsimlash funksiyasi esa resurslarni samarali taqsimlash va ulardan samarali foydalanish. Ayirboshlash funksiyasi bozorda mahsulot va xizmatlar bilan savdo qilish. Iste'mol funksiyasi odamlarning hayot sifatini oshirishga qaratiladi. Innovatsion funksiya esa yangi texnologiya va xizmatlarni joriy etishga, ijtimoiy funksiyasi esa yangi ish o'rinlarini yaratish va jamiyat farovonligini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Demak, navbatdagi funksiyalar bu moliyaviy funksiya, ya'ni foyda olish va kapitalni qayta investitsiya qilish funksiyalari mavjud. Biznesning asosiy vazifalari esa bu aytib o'tganimizdek, biznesga ta'rif berganimizda aytib o'tganimizdek, asosiy vazifasi maqsadlaridan ham biri bu foyda olish. Bozorni rivojlantirish, yangi mahsulot va yangi xizmatlarni taklif etish, iste'molchilar ehtiyojini qondirishga qaratilgan faoliyatni olib borish, ya'ni bu yerda sifatli mahsulot va albatta sifatli xizmatlarni taklif qilish. Raqobatni rivojlantirish, sog'lom bozor sharoitini yaratish, yangi ish o'rinlarini yaratish, albatta bandlik va barqarorlikni ta'minlash. Bu bo'yicha muammolar yoki masalalarni hal qilish. Davlat byudjetiga hissa qo'shish, soliqlarni to'lash evaziga barqaror rivojlanishni ta'minlash, ekologiya va iqtisodiy muvozanatlarni o'lchash, yo'lga qo'yish evaziga xalqaro integratsiya esa eksport-import masalalari orqali xalqaro integratsiya vazifalari ham mavjud bo'ladi. Demak, biznes faoliyatining asosiy funksiyalari bu ishlab chiqarish funksiyasi, bu xomashyo, materiallar, mehnat va texnologiyalarni qo'llab, inson ehtiyojini qondiradigan tayyor mahsulot yoki xizmatlar yaratish jarayonidir, ishlab chiqarish jarayoni. Bunda resurslarni mahsulot yoki xizmatga aylantirish jarayoni. Asosiy maqsad albatta samaradorlik, sifat va daromad olish. Tuzilishi jihatdan, ya'ni uning tuzilmasi, ishlab chiqarish funksiyasining asosiy tuzilmasi u kirish omillari, transformatsiya, chiqish va boshqaruv omillaridan iborat. Samaradorlik ko'rsatkichlari esa sifatida productive, unit, cost, raqamlashtirish bo'yicha IT, sun'iy intellekt, big data, industry turini oldiga keltirishimiz mumkin. Ijtimoiy ekologik jihatlardan xavfsizlik, chiqindilarni kamaytirishga erishish. Marketing funksiyasi albatta marketing tushunchasi va marketing fan sifatida keyingi mavzulardan va yana alohida fan sifatida ham keng o'rganiladi. Lekin bugungi biznes faoliyatining asosiy funksiyalaridan biri sifatida marketing funksiyasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Marketing bu iste'molchilarning ehtiyoji va talablarini chuqur o'rganib, mahsulot yoki xizmatni yaratish, uni bozorga chiqarish, targ'ib qilish va sotishni boshqarish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi mijozga qiymat yetkazish, xaridorni jalb qilish va foyda olishga qaratiladi. Bozorda o'rganish asosan talab va taklif, raqobatchilarni o'rganish, mahsulot boshqaruvida esa yangi mahsulot yaratish, sifatga katta e'tibor berish orqali narx belgilashda xarajatlar, talab, raqobat asosida, taqsimlash funksiyasida yetkazib berish kanallari, logistika orqali taqsimot funksiyasini rivojlantirish, rag'batlantirish, ya'ni reklama, PR, chegirmalar, CMM, aloqa sifatida CRM, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratiladi. Moliyaviy funksiya albatta bu moliya tushunchasi va keng moliya to'g'risida ham fan va mavzu sifatida keng o'rganiladi. Aytib o'tganimizdek, bugungi mavzu doirasida biznesning asosiy funksiyasi sifatida moliya tushunchasiga qisqa to'xtalib o'tamiz. Moliya bu pul oqimlari va mablag'larni boshqarish, ularni yig'ish, taqsimlash hamda nazoratni amalga oshirish tizimi hisoblanadi. Demak, kapitalni shakllantirish, o'z mablag'lari, kredit investorlar mablag'larini, ushbu mablag'lardan foydalanish, ya'ni ishlab chiqarish, marketing, HR,
yo'nalishlariga foyda olish va taqsimlash, dividend, reinvestitsiya, xarajatlarni boshqarishda byudjetlarni optimallashtirish, risklarni boshqarish, bu inflyatsiya, valyuta, sug'urta munosabatlarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Soliqlarni boshqarishda majburiyatlar va imtiyozlardan foydalanish, moliyaviy nazorat esa monitoring va hisobotlarni amalga oshirish. Boshqaruv funksiyasi, aytib o'tganimizdek, boshqaruv funksiyasiga ham fan sifatida keyinchalik keyingi mavzularda ham kengroq to'xtalib o'tiladi. Lekin hozir asosiy funksiya sifatida boshqaruv funksiyasiga ham qisqa to'xtalib o'tamiz. Boshqaruv funksiyasi albatta shu menejment sohasi, boshqaruv sohasini o'rganilayotgan nazariyotchi yoki amaliyotchi olimlar tomonidan doimiy ravishda o'rganib boriladi. Hozirgi boshqaruv namoyandalaridan, zamonaviy yangi namoyandalardan bo'lgan Kalderonning fikricha, hayotimizdagi mavjud muammolarni aqliy yo'l bilan yechish, muammolarni imkoniyatlarga aylantirish ta'rifini beradi. Ya'ni bu rejalashtirish, qisqa va uzoq muddatli maqsadlar tashkil etishda resurslarni samarali taqsimotini amalga oshirish, motivatsiyada esa xodimlarni rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish, rahbarlikda qaror qabul qilish va boshqarish, koordinatsiyada bo'limlar ishini uyg'unlashtirishga e'tibor qaratish ko'zda tutiladi. Nazorat funksiyasi esa mezonlarni belgilash, natijalarni o'lchash, monitoring, ishlab chiqarish, moliya, marketing, tahlil, natijalarni reja bilan solishtirish, chora-tadbirlar, kamchiliklarni bartaraf etish, hisobotlar, rahbariyat va manfaatdor tomonlarga axborot berish. Boshqaruv va nazorat funksiyalarining bog'liqligida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda boshqaruv asosiy bir yo'nalishlarni belgilab berishi, qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, nazorat bu qarorlarning bajarilishini tekshiradi yoki nazoratini olib boradi. Birgalikda esa biznes jarayonlarining uzluksizligini ta'minlab beradi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, kichik bizneslar rahbar va kunlik nazoratni amalga oshiradigan bo'lsa, yirik korxonada audit faoliyatini tashkil etish mumkin bo'ladi.